Mendan boshqani oldiga boringlar, Muhammadning oldiga boringlar. Va mana shu shafaat qidirib yurgan kishilar Muhammad alayhisalomning oldiga kelib, siz Allohning rasuli, xotamul anbiyosiz. Alloh sizning avvalgi va keyingi gunohlaringizni kechirgan. Robbingiz oldida bizni shafaat qiling. Bizni holimizni ko'rmayapsizmi deydi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Fa'antaliqu fa'ati tahtal arsh." Men arshning ostiga boraman. Robbim azza va jallaga sajda qilgan holda yiqilaman va bu tarixdagi eng buyuk sajda bo'ladi. Shu vaqtda Alloh taolo mendan avval hech kimga ochmagan eng go'zal, maqtovga loyiq husn sifatlarni ochadi. Payg'ambarimiz uzoq turadi sajdada. Shunda aytilinadi: "Ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'ta, ishfa tushaffa." So'ngra aytilinadi: "Ey Muhammad, boshingizni ko'taring. So'rang, so'raganingiz beriladi. Shafaat qiling, qabul qilinadi." Bu ulul azm mina rusul bo'lgan payg'ambarlar qila olmagan shafaatni Rasululloh qiladi. Shunda payg'ambarimiz nima deydi? Faqul ummati ya Rob, ummati ya Rob, ummati ya Rob. Ey Robbim ummatim, ey Robbim ummatim, ey Robbim ummatim deydi.